Tezlash. Okay, let's go. Suvni ol. Tezlash. Oh, let's go. Zombilar spam bo'lmadi. Men zombilar spam bo'lmasa oldi qochdim bu yerdan. Basharalay o'g'im, puxtan battarsizlar. Xo'p, asta tepaga chiqa olamiz. Let's go. Asta burib qo'yamiz buni ham. Qayga burib ketdim? Okay. Tushamiz. Let's go. Xo'p, u zombilar spam bo'lyaptimi? Qan zombi? Ko'rgan bo'lsalar dahshat zombilar bo'lib ketdi. Mana bu yerga ikkita fakil qo'yib qo'y. Mana ikkita fakil zombilar spam bo'lishi mumkin-da bu yerdan. Mana bu yerda ham yomon qorong'i bo'lib ketdi ekan. Qarshi bolalar, bu yerga mana bunaqa qilamiz. Bu yerni yopib tashlaymiz hozircha. Bu yerga bitta fakil. Xo'p, mana bu yerga ham fakil kerak ekan. Mana va bo'ldi. Bu yer fakil bilan to'la. Qarshi bolalar, biz mana shu yerga bitta fakil qo'yib qo'ysak. Okay, let's fucking go. Xo'p, mana bu yerga bitta fakil va mana bu yerga ham orqa tomoniga bitta fakil qo'yib qo'yaylik. Endi qo'rqadi odam. Bu yerdan spam bo'lib qolsa. Zombilar spam bo'lyaptimi? Voy, unday bo'lib ketdi. Bashalala. Qiziqaman-da. Sizlar uchun video chiqarsam, sizlar videoni ko'rib kanalchalarimga obuna bo'lmasanglar. Nega? Shu plus oq tugmachani bosib qo'yish qiyinmi? Kanalga qancha obunachi ko'paysa, kuniga video bo'laveradi. Shuning uchun plus tugmachani bosib qo'ying. Past ko'rinmayotganda qorong'i bo'lib ketdi. Qani, bu ham ko'rinmayapti. Let's go. Qo'yamiz mayli. Biz suv olib keldik mana. Mana bu yerga bitta suv va endi bizning suvimiz V. Okay, hamma joyga suv. Bu yerdan bitta suv qo'yamiz o'zimga ham. Xo'p, mana bu yerga daraxtni ekib qo'ysak, daraxt qan daraxt. Okay, mana. Daraxt turishini qaranglar. Qo'limga. Dahshatu. Mana bu yerga ekib qo'yamiz va bolalar bizada ekinam bor edi. Bir ikkita mana bu yerda ko'rib qoldim. Bitta 3 ta ekin bor ekan. Bizga qarchi bolalar ekinam qilib qo'yamiz chiroyliroq turishi uchun. Xo'p, bizga mana nima kelmayapti mana unga? Mingma tikirib ketdi flus. Bizga uroq kerak. Okay, uroq, tayyor uroq. Xo'p, urog'imiz bor. Mana va mana chotki. Bu yerga ekib qo'yamiz boyaniki 3 ta urug'ni. Let's go. Urug'. Mana. Tomdan ham spam bo'lmaykanmi, frostlar? Okay, chotki bolalar. Bu yerning yam-yashil bo'lishini kutamiz. O'zi bo'lar ekanmi? Bilmasdan turib qildim. Fakilni biz yordim. Xo'p, endi uxlolamiz. Mana bu yerga fakil kerak ekan. Buni buzib tashlaymiz. O'rniga bunaqa qilamiz va bu yerga bitta fakil, chotki yo tepasi turgan yaxshimi? Mana shuni turgan yaxshi. Umarchilar, endi biza ozgina ko'mirni ham qizitib qo'yaylik. Ko'mirlarimiz ham kerak bizga ko'proq. Mana 11 tani qizitib qo'yamiz. Chotki endi uxlasak bo'laveradi biz. Ancha mazza qildim. Ko'p narsalar qildik bugun biz. Endi bolalar bir uyg'onganimizdan keyin va o'sha uyg'ondik ham. Endi biz xohlagan bitta mitgan tanlab u yerga sayohatga What the fuck? Bolalar mana qurib qoldi mana ular. Bolalar mana qurib qolar ekan. Biz ekin olmas ekanmiz. What the fuck? Nicho bolalar. Floslar. Qarchi bolalar, endi biz bitta mitgan tanlab u yerga sayohatga boramiz. Xo'p, birinchi biz chiqolsak tipiya. Let's go. Qaysi mitga yaqin? Ana bu mitga 370 metr ekan. 300. Mana bu 300 ga boramiz. Uzoqroq ekan anchagina. Mana bu yerga boramiz hozircha biz. Bizning uyimizni qaranglar. Ba'zan bizani dahshat turibdi endi. Mana shu mitgada nima bor? O'sha 200 qol. Hangi riflar? 3000 qoldi mana. Nima bo'ldi? To'xtanglar, men ovqatim tugagan uchun ichmay qoldimmi? Qornim och degan ne qildi bo'yi pastda? Odamni ne qo'rqitadi plus piya. Qorni och qolsa bu boshqara olmas ekan. Okay, biz endi qorni to'qlab yurishimizga ham to'g'ri keladi. Yaxshi, let's go. Bola bu Eiffel minorasiga ekan bu mitka. Qayerga bu? Tepasiga chiqamizmi? Tepasidami? Mana. Okay, biz mitkaning sandig'ini topdik menimcha. Let's go. Men shu yerda to'xtashimiz to'g'rimi? Okay. Xo'p. Bu oddiy narsa-yu. Stop, mana bu. Ben tushib ketdim. Bu yerda hech kim yo'qmi? Men pastga tushib ketdim lekin. Stop, lekin mitka boshqa joyda, tepasidami ekan? Tepasida ekan, qaranglar. Go. Bolalar, biz tepaga chiqamiz. Mana bu yerni buzib tashlaymiz. Bu sandiq mitkaniki emas ekan, bolalar. Mitka tepada ekan. Xo'p, okay, buni to'g'ri olamiz. Go, bolalar, biz tepaga chiqamiz. Mitka qizili turgan joyiga narsa turgan bo'ladi. Let's go. 3 ulaydi. Mana bu yerda mitka. Okay, biz yaqinlashdik. Nima bor ekan? Juda qiziqib ketyapman. Xo'p. Mana bolalar, sandiq. Okay, pastga tushib olamiz. Bu yer yaxshi joymi o'zi? Kim bor? Okay, hech kim yo'q bu yerda. Qaranglar, o'tirgichlar, divoni. Bu yerda kimdir yashaganmi? Bolalar. Qanaqadir gilamlar ham bor bu yerda. Shu sandiqmi? Bu yerda temirlar, pichoq kerak emas, bular qolganlar kerak emas. Yana sandiqlar bor bu yerda bolalar. Qarchi bu shkaf, buni olib ketamiz bolalar. Mana bu yerda ham nimadirlar bor. Bularning ichi bo'sh. Okay, xo'p, mana bu yerda ham shkaflar. What the fuck? Bolalar, bu yerda aniq kimdir yashagan. Xo'p, mana bu yerda ham shkaf, sandiq. Nima bu? Bu yerda nimadir bormi o'zi? Mana
mana buni olib ketaman. Mana bular уже rishotkalar bo'ldi. Yangicha rishotkalar. Bularni olib ketamiz. Mana o'tirgishda ham olib ketaman. Jo'ng turib qolman. Ta turib qoldi уже. Go, rishotkalar olib ketamiz. Okey. Boshqa rishotka yo'qmi? Mana buni ham olib ketaman. Dahshat. Buni ham olib ketamiz rishotka. Uyimizga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bazamizda yaxshiroq qilishimiz uchun. Mitka tipada ekan bundan ham. Bo'lib buyurammas. What the fuck? Okey. Go. Uch. O, ulaydi. Mitka qani? Bo'lib buyurdi ham sandiq bu. Okey, mana shu yerga to'xtaymiz. Let's go. Buni sozlolay. Biz mana bu sandiqni ochib ko'ramiz hozir. Okey, let's go. Chiqamiz. Bu yerda buncha ko'p narsa bor. Bitta Eiffel minorasining ichiga shuncha narsa topdi. Nima bu buning ichida? Nima bu? Nima anchis nima bu? 16 ta yana golden apple. Nimani o'rniga qo'yamiz buni? Necha mana buni o'rniga mana buni qo'yib qo'ysak, okey bo'ldi. Men qanaqadir nima bu? Xo'p, pastga tushib olamiz, keyin ko'ramiz bu nimaligini. Yo, to'xtaylar. Men sizlarga layha ko'rsatishim kerak. Okey. Stop, men o'tiroldim unga. Boshqacha layha ko'rsatmadim, boshqacha asib ketdi. Bo'la men bu yerda juda ko'p narsa topdim. Mana buni ham ichiga aytgancha narsalar solsa bo'lardi. Kerak narsalarni solib turamiz hozir buni ichiga. Hozir olgan narsalarimizni. Okey. Go bo'la, endi biz uyga qaytamiz. Hozircha bitta mitka ham bo'laveradi. Let's fucking go. Uyimiz qani? Ana. Nega mitka bizning uyimiz bo'ladi? Hammasi ajarib turibdi. O'zimni nigamni. Biz уже uyga yaqinlashdik. Ya'ni uy emas, baza. Vo. Ovqat qo'nim oshladi dedi. Nima yey? Men golden apple yeyman. Okey. Qo'limni ochib qolay ekan. Iflos bizga ovqat ham yo'q. What the fuck? Ovqat topishimiz kerak endi bo'la. Okey, bu yerga to'xtamay garang. Let's go. Tushamiz, buni to'g'rilaymiz. Bo'la, pastda cho'chqadan boshqa hech nima yo'q yeyishga. Nima topamiz endi? Okey, mana bu yerda chiroyli joy qilaman deb puxta battar qilib qo'yganman-ku. Ularni bunaqa qilib qo'yamiz. Okey, endi yaxshiroq bo'ldi. Necha tursin. Obunachilar, endi qaranglar. Biz nimalar topdik hozir? Mana buni ichida edi. Go, o'tiramiz. Xo'p, mana. Okey, bolalar, biz hamma narsamizni buni ichidan olib oldik. Xo'sh. Bizda divon bor. Divon. Mana bu yerga turadi. Ulaydi. Biz yana ikkita shkaf topdik. Ikkitasi ham mana bu tipasi turadi. Dahshat-u. Stop. Meni bachkani qilib telam. Hammasini sindirib tele. Let's go. Qani tutta shkaf, qarochi bolalar, mana bu yerda turadi. Mana bunaqasiga. Okey, chotki. Mana bu ham nito turib. Buni ham olamiz. To'xtala, joyimiz turib qoldi. Shkaflarga solib qo'yamiz narsalarimiz, kerak narsalarimizni. Qo'llab bu yerda yana 7 ta temir bor ekan ortiqcha. What the fuck? Buni ham solib qo'yish kerak. Mana biz temirlarni temir turatgan joyimizga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Biz yangi temir turatgan joy qilganmiz. Bu yerga suv. Qani suv? Okey, mana suv. Okey, pastga tushamiz. Bitta bekat pastga tushsa yetadi. Mana bu yerni ham sozlab qo'yish kerak. Buni hech kim emas, garang. Buni buzib taylar. Bunaqadan. Let's go. Va bizning temir turatgan joyimiz mana bu yerda. Okey, bu temirlarni qaranglar, ulaydi. Biz yana 7 ta temirni bu kolleksiyaga qo'yib qo'yamiz. Let's go. Odib qoldi. Mana buni buzib tashlaymiz va mana bu yerga qo'yamiz. Mana bolalar, bizning temirlarimiz yana ko'paydi. Bizga уже temir umuman kerak emas. Prosta bu kolleksiya. Xo'p, biz bu yoqqa chiqib olamiz. Xo'sh. Endi biz aniqlayotgan ishimiz ko'p. Mana bu yerlarni ham yopishimiz kerak. Bunaqa qo'yamiz. Buni buzib taylar. Mana chotki. Mana bu yerni ham shunaqa qilaveramiz. Okay, let's fucking go. Endi bola, sizlar mazza qilishinglar uchun ozgina shader bilan o'ynayman. Okay, mana bu lekin haqiqiy mazza qilinayotgan shader, lekin qotyapti. Necha endi sizlar xohlaysizlar baribir shader bilan o'ynashimni. Obunachilar, endi biz bitta qurolamiz, keyin bu bazani ishini davom ettiramiz. Let's go. Xo'p, ertalab tong va men bitta ovqatlarni olishim kerak demoqchi edim. Bizning ovqatimiz yo'q. Golden apple bilan to'lib ketgan manasa. Bu bilan kerak emas, bu ham kerak emas. Okay, chotki. Obunachilar, endi biz mana bu shkafni ham qayerga? To'xtanglar. Qani bizning o'tirgichimizda divonimiz. Mana divon. Bu divon mana bu yerga. Stop, ko'rinmay qoldi. Shu divonni qayerga? Mana bu buncha chiroyli turadi bolalar. Fuck. Nice. Divonni manzarani tomosha qilish uchun, manzara kerak emas, mana bu yerga turursa. Qaranglar buni endi. Shot kelgan, mana bu yerda yashil bo'lsa edi. Yashil bo'lmayapti-da, nalo. Mana bu shkaf bor bizda. Yana bitta shkaf bor. Shkafni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bu boshqacharoq shkaf ekan. Lekin ichi bir xil ekan. Bizga qaychi kerak emas hozircha. Qaychini ham tiqib qo'yamiz. Bizda 15 ta mana bunaqa rishot, mana bunaqa narsamiz bor ekan. Himoya qilinayotgan joyimiz. Himoyani qayerga qo'yamiz? Biz mana bu yerni ham yopishimiz kerak. Mana bu ikkita katta narsani ham olib tashlashimiz kerak. Buni olib tashlash uchun bizga qaychi kerak. Nima hozir qo'ygan narsam birdaniga kerak bo'ladi. Shuning uchun qo'ygim kelmaydi. Bu yerni olib tashlaymiz. Qo'l bilan suv. To'xtala, ichida suv bor ekan buni. Suvni yo'qot. Okey. Suv yo'qolma. Demak, suvni olib tashlaymiz. Let's go. Endi biz tashlasak bo'ladi. Ichidan suv chiqmaydi. Biz azob bilan pastdan suv olib kelganmiz. O pastlar uncha chiroyli ko'rinar ekan. Ertashroq o'ynayman.
ammo shu shaderga. Lekin qotyapti. Let's fucking go. Bu yerlar o'sha bo'ldi. Bittasini biza buzib bo'ldik. Va pastlarni ham buzib chotki qilib tashlaymiz hali biza. Xavotirlanmanglar. Buni ham ichida suv bor, aniq. Shu uchun aynan suv turayotgan joyini buzmay turamiz va go. Suv qani? Bunisini ichiga suv yo'q ekan. Basharalar o'g'lim aldashdi. Go. Let's go. Bu yerni ham buzib tashlaymiz ha. Chotki. Endi obunachilar biza mana bu yerni olib tashlasammikan ha? Bir qavatini olib tashlaymiz ha. Okay, buni ham olib tashlaymiz ha. Buni ham olib tash. Wow. Pastga yo'l ochillikini. Necho? Bu qaysi past bu? Bu yer men bilmayotgan past ekan. Tez chiqish kerak. Okay, let's go. Bu yerni mana bunaqa qilaveramiz ha. Okay, chotki. Va mana bu yerni ham buzib tashlaymiz biza. Let's go. Bu yerni tosh qilib tashlaymiz ha. Endi biza bu yerga chotkiroq qilishimiz uchun bizda mana bunaqa rishotkalar ham bor. Mana shunaqadan qo'yib chiqamiz bu yerga biza. Qanaqa qilingandi? Mana va bo'ldi. 15 ta yetmaydi-yu, lekin necha? Yo, yetadimi? Yetar ekan, qo'y. Xo'p. Bu yerga bunaqa. Stop, mana buni buzib tashla. Let's go. Qo'lim qiyshiq. Buni buzib olamiz. Okay. Bu yerga oddiy tosh. Let's fucking go. Biza endi qornim ochdi. Lekin hech nima qilolmayman bolalar, chunki bu yerda ovqat yo'q. Ovqat. Nonimiz bor-ku, ikkitagina. Eng zo'r narsalar deymizmi, mana ularni. Bolalar, biza ovqat izlab chiqishimiz kerak. Go. Biza mitga borishimiz kerak, bolalar. Kerak narsalarimizni tiqib qo'y. Qayerga tiqsam bo'ladi? Mana bu yerga kerak narsalar turadi. Okay, butunla. What the fuck? Qayerda ko'rgansizlar? Menda 59 ta qo'y juni bor. Okay, necha go bolalar, biza kerak narsalarimizni chiqarib berdik. Menimcha bular kerak. Mana bu ham kerak emas aytgancha. Mana go bolalar. Qo'limdagi ham kerak emas, u garang. Qaychi ham kerak emas. Mana bu o'tirgich ham bor ekan bizda yana bitta. Mana bu yerga qo'shib qo'yamiz. Nega piga? Stop, to'xtanglar. Aralashtirsak ikkovini. Yomon zo'r fikrda keladi, meni xayolimga. Mana. Birlashib ketmay ekan-u, lekin bu qorada shu uchun birlashib ketmay. Necha yomon fikrga olmaymiz bolalar. Birlashgisi kelmagandir. Bolalar biz endi mitga boramiz, bitta mitga. Chunki u yerdan ovqat chiqishi kerak. Shart ham ovqat chiqishi. Chunki biz endi boshqa ovqatimiz yo'q. Bu yerda cho'chqadan boshqa hech nima yo'q. Shuning uchun qaysi mitga yaqinroq bizga? 600, 800, 900, so'yalari 1000. Mana bu 600. To'xtanglar, mana bunga borib ko'ramiz birinchi o'rinda 600 ga. Wow. Bu yer ayiq chiqqan joyi bu yer. Esladim, ayiq basharga sakrab keluvdi. Bu yerda juda chiroyli ko'rinyapti lekin shader bilan albatta. Let's fucking go. Bolalar, dahshat joylar yo'q bu yerlar. Dahshat joylar bor ekan, olim. Mana bu yerda qanday chiroyligini. O'sha biz tezroq pastga tushmasak, samolyotimiz buzilib qoladi. Biz yangi sayohatga, ya'ni yangi mitga yaqinlashib qoldik. Let's go. Biz bitta tomga to'xtab olmasak bo'lmaydi, chunki samolyotimiz buzilib qoladi. Samolyot emas, uchish to'g'ri. Let's go. Bolalar, go uchishga tayyormiz biza. Ovqat kerak bolalar bizga, ovqat. Sandiq qarab yurish kerak. Bu yerda ham sandiq bo'lishi mumkin. Mitga qo'yilmagan sandiqlar ham bor bolalar bu yerda. Ya'ni oddiy narsalarga mitga qo'yilmaydi. Okay. Stop. Uyda ichidami? Bolalar, biz tomga to'xtaymiz bolalar. Chunki pastga ovqatlar. Bola, o'qozlari. Katta janjal ketadi bu yerda. Qani, otishma. Qayerdadir bizga o'q otildi bolalar. Bu pastga tushib ketdim. Bu yerda hech nima yo'q. Ko'rchi bolalar, biz aptichkan qo'limizga olaylik. Okay. U qo'voz qayerdan kelyapti? Bu yerda bandit bor bolalar. Qayerdan o'tishyapti bizani? Okay bolalar, mitkani bu yerda, ana bu yerda eshik ham bor, ko'rib turgan bo'lsanglar, ana bu eshikni o'rtada demak bizani nimadir turibdi. Ya'ni qanaqadir boylikmi, sandiqmi yoki ovqatlar. Ko'rchi bolalar, biz o'sha yerga borishimiz kerak. Undan oldin bizga xavf solayotgan narsani topaymi? Kimdir o'tyapti bizga. Qayerdan qovozlar eshitildi bu ya? Bu yerda kimdirlar bormi? Wow! Mana bolalar. Okay. Bular bizni xavfdan qutuldik va basharanga yo'g'im bandit. Zani samolyotimiz mana bu yerda, ya'ni uchish to'g'ramiz. Go. Endi biz xavfsizmiz. Asta pastga tushib olishimiz kerak. Sizlar layha ko'rsatishim kerak buning uchun. Ulaydi. Okay, biz pastga tushdik. Qarchi bolalar, mana bu eshikning o'rtada bizani nimadir kutib turibdi. Go bolalar, ovqat bo'lsin-da. Bu yerda o'z nimadir hech kim yo'qmi bu yerda? Mana o'qila olay. Okay, kim bor? Qo'limga fakil. To'xtanglar, pastda nima bor pastda? Bu yer tualet. Bizni sandiq qidirishimiz kerak bolalar bu uyning ichidan. Okay. 2, 3. 3 dan boshlaymiz ha. Yotoqxona, oddiy uy. Mana bu yerda qaranglar, dahshat narsalar bor bu yerlarda. Bu yerda ham bu tut. Okay. What the fuck? Virus apa? Nima shok tutib turuvdimi bizda? Hech nima yo'q. Sandiq bor ekan.
Oh, what the fuck? Bola nimadirlar? Zombi ovozi. Zombi. Mana shield. What the fuck? Buni nima edi? Ki kuramiz. Tipe. Okay. Blok kerak menga, blok chiq tipe. Bu yerda hech kimlar yo'q, okay? O tipe yana tipe. Kechib qoladi. Qanday kechib qoladi budanda? Qanday kechib qolishi mumkin? 3 to'g'ram. Let's go. Zombilar. Men. Ketdik bu yerdan bolalar. Let's go. Let's fucking go. Tezlash. Qani meni uyim. Ana bolalar. Qanday budanda kechib qolishi mumkin o'zi? Bo'lishi mumkinmi? Xo'p, bola bilan bizlar uyimizga qani? Ana uy. Hech bolalar. Nima bo'ldi o'zi kechib zombilar paydo bo'lib qoldi. What the fuck? Ovqatimiz tugab qolmasa bolalar yo'qqacha bo'lgunimcha. Tezlash. Plus shuncha narsa qilib o'zi kecham bo'lib qolgan ekan biga. What the fuck? Qarshi bolalar esinglardan mana bu metka. Esinglardan mashina bor edi bu yerda. Ha, da turibdi hali ham mashina. Qarshi bolalar, o'qatimiz yo'q. Biz yaxshi ham tomga qo'ndik. Zombi. Okay. Yo'q. Bolalar, bizda hech nima yo'q. Mana bular ovqat. Bular ovqat emas, bular tez yugurtirish va nimadirlar. Men aptechka ham ovqat emas. Jon ko'paytirib beradi bu ham. Piyoda borolamanmi men uygacha? Qani uyim o'zi? Mana uyim. Qarchi, bolalar uyimiz mana shu dom bizning uyimiz a. Lekin u yoqqa borish hozircha xavfli. Stop. Men versaglab okay. Biz mana shu yerda tunab qolishimiz to'g'ri keladi. Mana bu ko'rib turganida mana bular o'sha uxlash uchun bizga mebel, ya'ni yotoqxona qursa bo'ladi bu junlardan. Let's go. Verstagimizda bor. Okay, biz yotoqxonamizda tayyor. Mana shu yerda tunab qolamiz. Ulayda. Let's fucking go. Zombilar hali ham ovoz eshitilyapti. Tunab ketamiz. Ertalab zombilar nima? Yo'q qoldimi zombilar? Shiringa yo'g'im. Oxirgi zombilar edi menimcha bular. Da bolalar. Shiringa. Biz uygacha yetib olishimiz kerak bolalar. Menimcha zombilar tugadi. Da. Let's fucking go. Mana bular hozir tugadi уже. Biz mana bundan yana bitta yo'l olishimiz kerak. Bu yaxshi narsa ekan. Lekin tez tugadi. Chunki biz hozir tugataveramiz buni. Go. Aspas kuch bo'lamiz. Xo'p, zombilar yo'q. Oxirgi zombilar hozir o'ldirdik. Mana bu bizning bazamizda. Go. Uxla! Shiringa! Aptechka. Uyga borisham dahshat ishlar bo'lish kerak-ku yoqqa borishim uchun. Aptechka yana. Ko'p bolalar. Men ular e'tibor bermay qolma. Shiringa yo'g'im. Bitta minus. Banditlar, floslar. Mana bu yerda bitta bor. Pigga. Mana shu bizning bazamiz. Mana bu yerda kirib ketsak bo'ladi. Okay. Kir. Okay, tepa chiqol. Let's fucking go. Izlash tepa chiq. Okay, bolalar biz уже yaqinmiz. Bitta nafasim to'ldirib olay. Let's go. Nimalar bo'lib ketdi? Kechqurun zombi, ertalab bandit. Okay, chiqolik. Go, jonajon bazam. Bizning уже yugurishimiz ham tugadi. Go. Qan golden apple'lar hammasini tashlab kelman. Garangga o'xshab mana bu yerga. Mana, fuck. Cho'chqan o'ldirayorim ba. Shiringa yo'g'im. Boyoq hali. Bular hammasini yeb qo'yamanmi men hozir? What the fuck? Oddiy golden apple yo'qmi? Da 64 ta. Fuck, 64 ta oddiy golden apple'imiz bor. Oddiy emas bu. What the fuck? Go bolalar biz endi ana bu joy butunlay o'sha eri bo'libdi. Let's go. Biz endi pastga tushib olishimiz kerak bolalar, chunki biz 3 to'g'ramni u tomondan olib kelishim kerak. Okay, pastga qani go. Bolalar biz yana bitta yangi mitga borib ko'rishimiz kerak, chunki ko'rib turgan edi biz hali ovqat topmadik. Yashab qolish uchun biz urug' ham yekolmaymiz eng qizig'i bu yerlarga. Hop, 3 to'g'ram, hech kim yo'qmi bu yerlarda? Shiringa yo'qmi? Tirilmasin. 3 to'g'ram mana buni tepasi deydi. Hozircha hech kimlar yo'q. Tepaga chiqib olamiz. Let's go. Qanaqadir arqonlar topdim men. Nima kerak bu arqonlarni? Yo, bismillah. 3 to'g'ram. Men seni olgan kelim. Asalim. Go bolalar, biz endi tepaga chiqqanmiz. Xo'p, biz endi o'z bazamizga chiqib bir ko'zdan kechiramiz. Boya nimalar topdik biz? Ko'rgan bo'lsanglar, u yoqda velosiped ham bor edi. Nima kerak? Okay, chotki. Shu yerda sen qisib tur endi. Biz nimalar topdik? Okay. Qani, mana bu nima edi bu? Nima bu? Da, bolalar, yotoqxona mana bu. Let's go, tushundim men bu nimaligini. Yo'qolsin. Shiringa yo'g'im. Puqyapsan bu biga. Kim qo'ydi seni? O bilanlar bizga ikkita mana bu naqa 1 2 1 mana bu yerdan bo'ladimi shunda? Yo, stop adashdim. Yo, adashmadimmi? 1 2 1. Mana shu yerdan da. Xo'p, endi mana bu yerga bolalar biz mana bu ikkalasini qo'yamiz va bu yotoqxonani, mana qo'limizdagi yotoqxonani qo'yamiz. Ulayda. Lekin noto'g'ri qilib qo'ydim. Bunaqa qurilmaydi bolalar. Ko'rdinglar, bola bir dahshat narsalar topib kelma yo'qlar. Mana, what the fuck? Bu ertalab ham uxlayotgan.
Kech bo'lyapti. Garang kech. Bunda kechqurun uxlash kerak ekan. What the fuck? Da tushunarli. Bu kempingniki, ya'ni kechqurungi kempingniki. Endi biz u yotoqxonada uxlaymiz. Go'vorlar. Bu hozir ancha kech bo'lsin. Let's go. Qaranglar bu quyosh botishini. What the fuck? Basharam bilan ko'rmasam bo'lmay. O issiqligini his qilyapti Basharam. Basharlarga yo'g'in. Uxlay endi. Bunda faqat ertalab uxlaydimi deyman? Okay. To'xtanglar, bu uxlash bo'ldi. Endi unda sanab ko'raylik-chi, unda ham uxlar ekan. Da bola, bunda kechqurun uxlab bo'lmas ekan. Lekin nima kerak? Okay. Biz yana qaytdik va buni turishini qaranglar. Ulayda.